O'rtoqlar, hozirgi videoda biz top 3 ta mashqni tanladik. Bu eng xavfsiz, barcha turdagi bel og'riqlariga yomon ta'sir qilmaydigan 3 ta mashqni ko'rsatishga qaror qildik. Bu yerda hozir sizda grija bo'ladimi? Protruziya bo'ladimi? Bo'g'imlaringizda, umurtqa bo'g'imlarida spondida artroz bo'ladimi? Fassetishni sustavlar bo'ladimi? Mana bu minimalniy dinamikada ishlaydigan eng xavfsiz va eng foydali mashqlardan 3 ta variantini hozir ko'rsatishga harakat qilaman. Internetda bu narsalar juda ko'p. Internetda har xil mashqlar bor. Faqat buni kombinatsiyasini to'g'ri qilmaslik oqibatida buni asoratlariga duchor bo'lamiz. Shuning uchun xato qilmaymiz, bir boshidan boshlaymiz. Orqa gruppa mushaklarini ukreplyatsiya, ya'ni mustahkamlash maqsadida va u yerda yurgan spazmlarni olish maqsadida. Bu miofascial sindromlarda juda yordam beradi. Bel grijalarida effektivniy lecheniya, stabilizatsiya qiladi. Shuning uchun bu narsani etapma-etap bexato qilishga harakat qilish kerak. Hech qachon organizmni tirishtirgan holatda emas. Polностью расслабление holat, ya'ni bo'shashgan holatda o'zingizga udobniy postelda, qattiq yerda yotasizmi yo qattiqroq divanda yotasizmi, gorizontal holatda yotamiz. Birinchi etapdagi mashqni bajarishni boshlaymiz. Bu yerda sonni orqa gruppa katta mushaklari, boldir va bel umurtqasining kvadrat mushaklari asosan dumma mushaklari bilan kombinatsiyada ishlaganligini hisobidan mikrosirkulyatsiya yaxshilanib, именно bel sohasiga ta'sir doirasi kuchli bo'ladi. Bu qanday bajariladi? Oyoqni to'g'ri turgan holatda bukmaymiz, bir boshidan ko'taramiz. Kuchingiz yetgancha 1 2 3 bitta oyoqda 10 ta bajaramiz. Ikkinchi oyoq 1 2 3 xuddi shunday 10 ta bajaramiz. Bu narsani 10 ta bu oyoqqa, 10 ta bu oyoqqa bajarganimizdan keyin ikkinchi etapga o'tamiz. Ya'ni bu etap xalqimiz orasida juda ham mashhur, kimdir mushukcha deydi, kimdir kuchukcha deydi. Shunaqa etapda rasslablangan holatga tushamiz. Astalik bilan ko'tarilamiz. Maksimalni mana bu holatda cho'zilish kerak bo'ladi. Maksimalni holatda orqangiz cho'ziladi. Bu holatda 30 sekund saqlanamiz. 30 sekund saqlanganimizdan keyin yana ishodni o'zingizni holatingizga qaytasiz. Xuddi shunday yana oyoqdan 10 tadan bajaramiz. 3 marta aylantiramiz. Ya'ni 30 ta bu oyoqqa, 30 ta bu oyoqqa 3 marta xuddi shu holatga turamiz. Bu bitta mashq. Ikkinchi mashq bu hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Buni qorni bor insonlarda, yoshi kattaroq insonlarda osonlashtirilgan varianti ham bor. Agar gavdasi normal bo'lgan, normal holatdagi bemorlarda bemalol bajarsa bo'ladi. Nima uchun ko'pchilik bu mashqni bajara olmaydi? Ko'pchilikda belni orqa, mana shu orqada turadigan bel mushaklari, dumma mushaklari, trapetsiya, umurtqani stabilizatorlari deymiz, yo'lmasa umurtqani atrofida bo'ladigan paravertebralniy mushaklar deymiz. Bu yerda katta gruppa mushaklari, ya'ni qo'pol qilib aytganimizda orqa mushaklarini ishdan chiqqan holati bo'lgani uchun ko'pchilik yoshlarimiz ham shu bu mashqni bajara olmaydi. Lekin shuni bajarishga harakat qilish kerak. Qo'llarni bo'yinni orqasiga qo'yamiz. Bo'yinni orqasiga. Maksimalni kuchingiz yetgan darajada qo'lingiz mana shuni ochilgan holat bo'lishi kerak. 1 ko'tarilganda nafas chiqaramiz. 2 ko'tarilganda nafas chiqaramiz. Xuddi mana shunaqa holatda 10 ta qilamiz. 10 ta qilganimizdan keyin rasslablaniyya. Xuddi shu kuchingiz yetgan holatda belni mana bu bukilgan holatiga olib kelamiz. Xuddi shu holatda 30 sekund ushlaymiz. 30 sekund ushlaganingizdan keyin bu narsani yana ishodni holatiga, oldingi holatingizga qaytasiz. Xuddi shunday yana 10 ta bo'ynagi etapda bajarib 30 sekund turgan holatda ushlaymiz. Bu 3 marta qaytariladi. Bu ikkinchi mashq. Agar bemorlarimiz yuqorida aytganimizdek to'la holatdagi bemorlar bo'lsa, bu narsani qilishga qiynaladigan bemorlar bo'lsa, agar yoshi ulug' bemorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, hech qachon o'zingizga men qariman, meni vesim bor yo boshqa degan bahonalarni qidirmang. Kuchingiz yetgancha orqa mushaklarga ishlov bering.
Buni qanday qilamiz? Qo'lingizni shunday qo'yasiz. Bo'yinni to'g'ri ushlaysiz, mana shunaqa holatda. Kuchingiz yetgancha ko'tarasiz. 1 2 1 2. Kimni qay darajada kuchi yetgancha. Bu hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Xuddi shunday holatda 10 ta bajarasiz va boynagi holatda ushlaysiz. Bu ikkinchi juda ham optimalni variantda ishlaydigan mashqlardan bittasi. Endi qorinni yuqoriga qarab yotamiz. 3-mashqni etapiga o'tamiz. 3-mashqni etapi bu narsa eng osoni deb o'ylayman. Kimni qorni bo'lsa ham, kimni gavdasi katta bo'lsa ham bu holatni bajarish uncha qiyin emas. Qo'llaringizni xohlasangiz yelkangizdan ikki yoningizga ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ikkita qo'lni mana shunaqa holatda ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yuz yuqoriga qaragan holatda, tizzani o'zingizga udobli holatda iloji boricha bo'sh qo'ying. Ya'ni mana shunday holatda tizza qimirlab tursin. Sizning vazifangiz ikki yonbosh sohani va kvadrat, ya'ni belni ushlab turadigan eng asosiy mushaklardan bittasi kvadrat mushak deymiz. O'sha kvadrat mushakka ta'sir qilish. Va bu narsani nafas chiqargan holatda, nafasni kontrol qilgan holatda birinchi o'ng tomonga maksimalni tizzangizni iloji boricha polga tegizishga harakat qiling. Yelka bu yonda qimirlamaslik kerak. Yelka joyingizda qotishi kerak. Ikkinchisi, yana ishodni holatiga kelasiz va chap tomonga. Xuddi shunday asta-astalik bilan, bu yerda reski harakat bo'lmaydi. Asta-astalik bilan olib keldingiz, bitta to'xtadingiz, yana bu yoqqa oldingiz. Xuddi shunday 10 ta bu tomonga, 10 ta chap tomonga qildingiz, 20 ta bo'ldi va tizzangizni kuchingiz yetgancha mana bunaqa holatda tortdingiz. Buni tortib turasiz, xuddi shunday yuqorida aytganimizdek 30 sekund. İchingizga 1 2 3 4 30 gacha sanadingiz. Всё. Qo'yiramiz. Xuddi shu etapda yana 10 ga 10 ta, chapga 10 ta и stabilizatsiya. Tizzani kuchli boricha tortamiz. Mana shu 3 ta idealni mashq hech qanaqa umurtqangizga yomon ta'sir qilmaydi. Hech joyingizda hech narsa qilib qo'ymaydi. Uy sharoitida xronический belida og'rig'i bo'lgan, orqasida og'riq bo'lgan, orqa mushaklari tortib yuradigan bemorlarda hammasiga to'g'ri keladigan ideal holat. Kimda kim shunaqa narsalarni uy sharoitida har kunlik kun tartibiga kiritsa, o'ylaymanki, juda ham ko'p holatda miofascialniy sindrom, xronический bel og'riqlari, qanaqadir qotib qolgan grijjalar yo bo'g'imlarda bo'ladigan o'zgarishlarda har kungi etapda kam-kamlik bilan mana shunaqa mashqlar bilan davolab yursa bo'ladi. O'rtoqlar, bu rolikni beli og'riydi deganlarga yuborib qo'yamiz. Agar malol kelmasa, bu juda ham savobli ish bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.